Assalomu alaykum azizlar. Amir Temur mahallada joylashgan elitniy mahalla ko'rasizlar. Qo'shnilardan tortib mahallani o'zigacha juda ham elitniy mahallada 6 sotuvli uchastkamiz sotilyapti. Juda ham zo'r qaranglar. Bu yoqda mashina uchun joy, bu yoqda besetka, letniy oshxona, orqada ham kichkinagina hovlimiz bor. Hovlida havo aylanishlari juda ham zo'r, uyimiz juda ham zo'r, chotga qurilgan maza qilib xonadonda yashasangiz bo'ladi azizlar. Uyimiz 940 ming so'ralyapti, 6 sotuv kelishtirib beriladi. Uyimiz tayyor, podключ remontda. Endi ichkarini qarang, zo'rligini. Mana bu joyda mana qarang, zinali qilib, nima qilib qo'yishgan, tapchan qilib qo'yishgan, juda ham zo'r. Bu yoqda kattagina oshxonamiz bor. 600 kvadratni tashkil qiladi uyimiz azizlar. Bu yoqda esa kattagina zal. Ko'rasiz, bu yerdan chiqib ketamiz ikkinchi etajga. Bu yoqda ham bitta katta spalniy, birinchi etajning spalniysi. Sanuzel o'zini va garderob bor. Bu yoqda esa umumiy sanuzel ham bor azizlar. Xo'p, ikkinchi etajda ham xonalarimiz bor, podvalimiz ham bor. Podvalimiz yarmi ham podval qilingan do'stlar. Uyimiz haqida yanada to'liq ma'lumotlar telefon orqali o'rasizlar. 940 ming 6 sotuv Amir Temur mahallada joylashgan. Juda ham zo'r xonadon kelishtirib beriladi. Narxi hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.